Judayam ajoyib kelinimiz Hayotxon. Xurshidjon bilan iloyim qo'sha qarib, opamga o'xshagan hojati hojona bo'lib yursin bular ham. Musulmon qiz bilan Xolida xonim iloyim hecham kasalliklar rosa tortdi. Undan buyog'iga sog' salomat o'ynab kulib, 100 yoshlarga kirib chola kampir ekovlari bizga o'xshab hojati hojona bo'lib yurishlik nasib ro'za aylasin. Ilohim rahmat. Otabegim qo'shgani bilan qo'sha qarisin, qizlar hammasi baxtli taxtli bo'lsin. Mana shu bolajon katta bo'lib kamolga yetib, ota-onasiga, buvijon bobolariga hammamizga rahmat beradigan ajoyib yigit bo'lsin. Shoberdi qishlog'ining eng namunali oilalaridan bo'lib yuringlar. Kam bo'lmanglar. Mana shu bolani nikoh to'ylarida ham hammamiz yana shu yerdagilar Xudo kam qilmasin. Yana baqamti kelinlar duo o'tiraylik. O'sha kunlarga yetsin opa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaring o'pdim o'yinga. O'ynab ketinglar, o'ynamagan odam qolmasin. Dilxiroj bo'lsin, dilxiroj ulam kampirlarga. Onajonlarimiz saqlamiz. Takliflar albatta kelib tushmoqda. Shunday ekan, Saidjon aka, Go'zalxon kinoyimiz bilan birgalikda kelishingizni so'raymiz. Albatta amakilar nomidan ajoyib samimiy tilaklari bilan mana shu to'ylari bo'layotgan to'y bollarimizni qutlaymiz. Bundan keyingi tilaklarimizga hurmatli ustozlarimiz tayyorgarlik ko'rib turamiz. Ana undan keyin mahalladoshlarimiz taomlanib bo'lganlaridan so'ng hurmatli bu tarafdan tashrif buyurgan mahalla ahli ayollari ham borlar.
tayyorgarlik ko'rib turamiz. Bunga qadar ismlar aytilib o'tilgan to'y bolam. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu feyzli to'yxonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar va mezbonlar, hoji opa-yu, hoji ona-yu, hoji otalar, hammalaring xush kelibsizlar. Onlaynga qo'yilgan noz-ne'matlarni bemalol raham ko'rishlaringni tilayman. Mana shu tantanani sababchisi jiyanim Maqsadjon bo'lmish. Hamisha maqsadiga yetib yursin, ota-onasiga yo'ldosh bo'lsin, baxtimizga onamiz sog' bo'lsin. Musofirda yurgan akamiz ham Tanjon sog' bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar, mana bugun mana shunday to'yimizda sababchisi Maqsadjon jiyanimiz. Mana jiyanimiz iloyim umri uzoq bo'lsin, rizqi bol bo'lsin. Iloyim mana shu xalqimizga, elimizga naf tegadigan inson bo'lib yetsin. Iloyim onajonimiz ham iloyim baxtimizga sog' bo'lsin. Hamisha mana shunaqa to'ylarimizda, yaxshilik kunlarimizda, to'ylarimizda o'tirishlik nasib qilsin. E'tiborli rahmat. Üstümüzden geçti zemzeme çiğnimdeler. İzmir'i bana aylayın, İzmir'i bana aylayın, gelin güzelliğine güler. İzmir'i bana aylayın, İzmir'i bana aylayın, gelin güzelliğine güler.
Qo'shiqlar o'chamiz markaziga hurmatli ustozlarimizni taklif qilamiz. Kelasizlar. Ajoyib samimiy tilaklar bilan oqshomimizni davom ettirib bergaysizlar. Ana undan keyin siz aziz mehmonlarimiz uchun yana qo'shiqlarimiz ketma-ketligi birgalikda. Mana shu Koshonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar va mezbonlar, mana bugungi shodiyona sababchisi Maqsadbekni sunnat to'ylari munosabati bilan yig'ilishib turgan ekanmiz. Men to'y bolaning opalariga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Kelajakda vatanimizga xizmat qiladigan yetuk komil inson bo'lishini tilab qolaman. Avvalambor assalomu alaykum. Fayzli Koshonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. To'y tashkilotchisi xolamga kattadan katta rahmat deyman. To'y bo'lib vatanimizga xizmat qiladigan sodiq bo'lmoqchisin. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun dugonamiz Shodiyani ukalarini to'y munosabati bilan tabriklaymiz. To'y bo'la katta bo'lsa, ota-onasining baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Shodiya sovg'amizni qabul qilsin. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun kun bilan Shodiyani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ukasi katta yigit bo'lsin. Sovg'amizni qabul qilsin. Assalomu alaykum. To'yxonaga kelgan aziz mehmonlar. Sinfdoshim Shodiyani ukasi Maqsadjon ota-onasining baxtiga sog' bo'lsin. Nimaga niyat qilgan bo'lsa, erishamiz niyatiga. Dadam
Assalomu alaykum.
Sevgilim